Assalomu alaykum do'stlar, Marg'ilon tezkor obunachilari, xudo xolasa Namanganga kelganmiz. Darvoza. Abdulaziz, darvozalarimiz kvadrat metri necha puldan endi? Aka, bularimiz 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan kvadrati. Uchlisda Borib o'lchab, o'rnatib berish ichida 600 ming so'mdan. Hamma xizmat ichida. Hamma xizmat ichida. Bu necha pul? Bunisi 700 ming so'mdan. Bu ham xuddi shunday. Bu ham o'sha xizmat ichida. Bunisi necha pul? Bunisi 900 ming so'mdan 2 qavatli aka. 2 qavatli. Bunisi-chi? Bu 1 million 100 ming so'mdan, bu 800 ta. Pulusovoy. Bu o'zi taklanadigan, o'zi yuradigan so'ri. Ha, xuddi shunday. Bu 4,5 million so'm dastavka ustonovkasi bilan. Endi biz obunachilar uchun o'tib berarsiz. O'tib beraman aka, 4 million 300 ming so'm qilib beraman. 4 million 300 ming so'm qilib berasiz. Xo'p. Bu stullarimiz necha pul? Ular 2 million 700 ming so'm, 2,5 million so'm. Biz uchun. Sizlar uchun aka. Dastavka qilib berasiz. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavka bepul. Qolgan joylarga ham chiqaraveramiz, dastavkasini kelishadi. Dastavkasi alohida kelishib beradi. 2 qavatli, 4 qavatli qo'yxonalarimiz necha puldan, misol uchun? 2 million 800 ming so'm 4 ta qo'yga, hammasi 2 ta qo'y ham chiqaveradi. Ha. Bunisi 4 ta qo'chqorga 4 million so'm. 4 million so'm. Bularni ham yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Xo'p. Pastga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Kimga darvoza xizmati, so'ri xizmati, kachalak xizmati zarur bo'lsa, qo'yxona zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Namanganning qayerida? Namangan viloyati 3 tuman Jizzaga qishlog'ida. Aloqaga chiqishaveradi, yetkazib berish xizmatlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.